Tarixga bir kishini taniymizki, yash isharligiga o'sha chog'da abar qudratlarini, rishasini uzdi, Konstantiniyani fath qildi, ki Sulton Muhammad Fatih otlaridir. Agar ona ibo iymon bo'lsa, agar ona Tingirtolidan qo'rqsa, agar ona Qur'oni Karim o'qiyarga bilimligi bo'lsa, buni bolasi ham kichiklikdan Qur'on Karim o'qiyotgan katta bo'ladi, ahkomoti islomidan boxabar bo'ladi. Chunki buni muallimi bo iymondir. Har bir narsaga kerakdirki birinchi qadamdan tuzalsa. Shundoqki bir g'umchaning nilg'aligiga toblab bo'ladi, qattiq bo'lgandan keyin toblab bo'lmaydi. Agar toblayman desang sinib ketadi. Bolalar ham shundoq. Bir so'z Imom Muhammad G'azolidan borki, Ihyo Ulumuddinga aytadi, bir bolani yuragi xoli yerga o'xshaydi. Har narsa taylasang, har bir narsa imki sepsang, qabul qiladi, ko'karadi. Bale, agar ona ibo iymon bo'lsa, agar ona Tingirtolidan qo'rqsa, agar ona Qur'oni Karim o'qiyarga bilimligi bo'lsa, buni bolasi ham kichiklikdan Qur'on Karim o'qiyotgan katta bo'ladi, ahkomoti islomidan boxabar bo'ladi. Chunki buni muallimi bo iymondir. Onaki bo iymon bo'lsa, bolani asramoqga ko'p bir muassirdir. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummatlarini buyurdiki, sen xotini bo iymonni bilasiz, o'ylangin kamyob bo'lasan. Shundoqki aytadi, fazzar bidati din. Bugunlikka biz sizlar katta shaxslarni ko'ramiz. Oydak bo'lib yonadi, ummati islomiga xizmat qiladi, daryoga o'xshaydi. Bularni bilimligidan hammalar istifoda qiladi. Bular dar haqiqat onalari bo iymon va bo Xudoni itagiga katta bo'lgan. Bularning kamoli dar haqiqat onalarining kamolidir. Bolasi uchun ko'p zahmatlarda chekdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir xush xabarlik berdi. Aytdiki, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jannat onalarda yaqin tagiga dedi. Pas aziz hurmatli o'quvchilar, biz sizlarga kerakdirki, onalarimizga yaxshilik qilsak, onalarimizning qadrini bilsak, tilimiz bilan, molimiz bilan, jonimiz bilan, bolalarimiz bilan ularga xizmat qilsak. Chunki ular edi biz va sizlarni bundoq bir maqomlarga yetkazdirdi. Onalar voqean o'ylarga bir chiroqdi. Shundoqki bir matali borki aytadi, har kimni onasi yo'q, uni uyiga chirog'i yo'q. Pas aziz hurmatli o'quvchilar, men bundan ko'p sizlarning chog'laringizni olmayman. Men so'zlarimni sho'rga yig'aman va mening natijai so'zlarim buki, onani bag'ri bir bolani asramoqga ko'p bir muhimdir. Shuning uchunki bir bolani birinchi qadamga madrasa va maktabga olib borsa, buning madrasa va maktabi onani qo'ltig'idir. Agar ona yaxshi tarbiya bersa, yaxshi muhabbat qilsa, yaxshi bola jamiyaga taqdim qilsa, sababi kamyoblik dunyo va oxirati bo'ladi. Shundoqki bir matali digar borki aytadi, qilding ko'rasan, sepding o'rasan. Bali, agar onalar bolalarning tarbiyatiga ko'shish qilsa, zahmat tarsa, yaxshi ta'lim va tarbiya bersa, dar haqiqat bir niholi bosamar ummati islomiga tikibdi. Buni mevasidan hammalar yeydi. Va bunday bir kishilarni biz sizlar ko'p ko'ramiz. Dar haqiqat onalarning tarkan zahmatidir. Va meni payomim sizlarga buki, har bir narsaga kerakdirki birinchi qadamdan tuzalsa. Shundoqki bir g'umchaning nilg'aligiga toblab bo'ladi, qattiq bo'lgandan keyin toblab bo'lmaydi. Agar toblayman desang sinib ketadi. Bolalar ham shundoq. Agar birinchi qadamga yaxshi onalari bo'lsa, bundan xatoni ko'rdi, xatosini tuzasa, va agar tuzalmadi, buni kajalaligini to'g'ri qilib bo'lmaydi. Shundoqki bir odami yog'i va g'osi jamiyaga taqdim bo'ladi. Ota-onasini, hamsoyalarini, xeshini va qavmini ilondak bo'lib chaqadi. Bu bola bunday bir ish minab ota-onani oqibatini xarob qiladi. Lihoza shuning uchun meni bir payomim onalarga ham bor. Ey onalar, sizlarga aytaman. Bolalaringizga yaxshi ta'lim va tarbiya beringizlar. Bolalaringizning ta'lim va tarbiyasiga ko'p ko'shish, zahmat talosh qilingizlar. Yaxshi bola jamiyaga taqdim qilingizlar. Toinki ikki dunyolaringiz yorug' va ravshan munavvar bo'lsin. Ikki dunyoga kamyob va muvaffaq bo'lingizlar. Oxirga duo qilamizki,
narsayinki aytdik va eshitdik. Tingir taolamiz tavfiq amal qilmoqni bizni sizlarga nasib qaytarsin. Va Tingir taoladan ko'pdan ko'p bizni sizlar tilaymiz. Ko'pdan ko'p duo qilamizki, bizni sizlarga tavfiqi ko'proq nasib qilsin. Toinki ota-onamizni tarkan zahmatlarini, tarkan mehnatlarini, ko'zlaridan uyqularini o'chirib bizni sizlarga tarbiyat qilganlarini jibron qilaylik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.